Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 24-28 mart kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Respublika idoralararo ishchi guruhining korrupsiya yuqori bo'lgan sohalardagi o'rganishlari davom etmoqda. Bu galgi manzil Xorazm viloyati. Ishchi guruh Urganch va Hazorasp tumanlarida korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan sog'liqni saqlash, bandlik, maktabgacha va maktab ta'limi, kadastr, qurilish sohalarida 10 dan ortiq obyektda o'rganishlar o'tkazdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashining navbatdagi yig'ilishida o'rganishlarning dastlabki yakunlari muhokama qilinib, aniqlangan xato, kamchiliklar, korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, sohalarni raqamlashtirish, byurokratik tartiblarni bekor qilish bo'yicha tavsiya va topshiriqlar berildi. Shuningdek, hududiy kengashning o'tgan davrdagi faoliyati tanqidiy tahlil qilindi. Yillik ish rejasi hamda Hazorasp tumanini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktor o'rinbosari Umida To'xtasheva kambag'allikdan farovonlik sari dasturiga muvofiq kambag'allikni qisqartirish, aholini daromadli mehnat bilan band qilish borasida belgilab berilgan vazifalarning Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on, Uzun va Oltinsoy tumanlarida ijro etilish holatini o'rgandi. Tuman mahallalaridagi kambag'al oilalar xonadonlariga tashrif buyurilib, ularning turmush shart-sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida ko'rilayotgan choralar bilan tanishildi. Kam ta'minlangan oilalarni ish bilan ta'minlash va daromadini oshirishda mahalla yettiligi, mahalla bankiri va boshqa ijrochilarning o'zaro hamkorligini kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash yig'ilishida davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida korrupsiya yuqori bo'lgan sohalardagi o'rganishlar Farg'ona viloyatida ham olib borilmoqda. Xususan, Respublika idoralararo ishchi guruhining Farg'ona shahar tibbiyot birlashmasi va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filialida o'tkazilgan o'rganishlarda pullik va bepul tibbiy xizmatlarni ko'rsatish, ular to'g'risidagi axborotlardan jamoatchilikning xabardorligini oshirish bilan bog'liq jarayonlarda qator kamchiliklar aniqlandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, rahbar kadrlarni baholash markazi hamda Malayziyaning halollik instituti vakillari ishtirokida onlayn uchrashuv o'tkazildi. Unda malayziyalik hamkorlar tomonidan halollikni aniqlash profili onlayn taqdimot qilindi. Uchrashuv yakunida tomonlar loyihani O'zbekistonda tatbiq etish bo'yicha o'zaro hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdi. Yevropa Ittifoqi moliyaviy ko'magi doirasida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi hamkorligida amalga oshirilayotgan O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi milliy ekotizimni mustahkamlash loyihasi bo'yicha kengash yig'ilishi tashkil etildi. Yig'ilishda Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining kengaytirilgan yig'ilishida belgilab berilgan vazifa va topshiriqlardan kelib chiqib, loyiha doirasidagi yangi tashabbus va takliflar muhokama qilindi. Shuningdek, 2025-yilga mo'ljallangan loyihalar dasturi bilan ham tanishildi. Adolat sotsial-demokratik partiya a'zolari, shuningdek, yoshlar, keng jamoatchilik vakillari uchun korrupsiya va compliance nazorati mavzusida seminar tashkil etildi. Unda joriy yil aprelida partiya tashabbusi bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan korrupsiyaga qarshi kurashish oyligini puxta va sifatli tashkil etish masalalari ham muhokama qilindi. Xususan, mazkur oylik doirasida har bir tashkilot, ta'lim muassasasi mahallaga kirib borish orqali korrupsiyani oldini olish va korrupsiyaga nisbatan murosasiz muhitni yaratish bo'yicha aholining takliflarini o'rganish ko'zda tutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasidagi korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari holati va mazkur o'rganish yakunlari Oliy Majlis Senati raisi, Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi raisi Tanzila Narbayeva ishtirokidagi hududiy kengash yig'ilishida tanqidiy muhokama qilindi. Agentlik direktori Akmal Burxonovning navbatdagi shaxsiy qabuli bo'lib o'tdi. Fuqarolar o'z murojaatlarida asosan sud-huquq masalalarida hamda turli davlat organlari, mahalliy hokimliklarda murojaatlarning to'liq va xolisona ko'rib chiqilmayotganligidan hamda korrupsiyaviy holatlardan noroziliklar bildirishdi. Qabulda fuqarolarning murojaatlari to'liq tinglanib, muammolarning yechimi bo'yicha tegishli huquqiy tushuntirish va maslahatlar berildi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 142 ta murojaat kelib tushdi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning kol markazi 1253 yoki yanticore.uz platformasi orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.